Bugun Beruniy tumanidamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanidan Mavlonov Qudrat akamiz o'zlari Mavlonov Qudrat chorvachilik fermalariga 100% to'lovga o'tgan hafta 6-may kuni 952.2 traktorni xarid qilgandilar. Hozir o'zlaridan assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zlaridan ikki og'iz intervyu olamiz. Traktor borusi haqida, traktor haqida, o'sha filiallarimiz haqida Xorazm filialidan ochib ketgan. Assalomu alaykum. Biz o'tgan haftada 6-may kuni o'zimiz bor ukam bilan borib, Ergash aka bilan Ergashboy bilan borib, Xorazm filialidan traktor bor o'zidan Rajabboyagadan 952 traktor sotib oldik. 100% to'lovga xarid qilganlar sotib oldik. Rahmat, traktor zo'r ekan. Filialistiga Rajabboy ham zo'r, muomalasi ham zo'r. Traktor olmoqchi bo'lib yurgan akalarga aka traktor bor o'zi tavsiya berasizmi? Tavsiya beraman, zo'r. Muomalasi ham zo'r, traktor ham zo'r, hammasi zo'r. Ishonarli, hammasi 100% Belarus traktorlari. Hozir ko'rdingiz videolarda mana 6 gektar, 10 gektarlargacha qovun ekyaptilar. Qovun ekishga mola tortib, mola ishlarida shu kabi traktorlar, texnikalar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Biz albatta siz bilan bog'lanamiz. Traktor boruz, vaqt sinovidan o'tgan sifat. Aka charchamang, xudo xolisa bundan ham katta traktorlar olib Hammaga nasib etsin.